Mana tomorqamda devori ham yarmi terilib bo'pti. Ustalarim chaqqan ekan. Ko'z tegmasin. Lekin manakay otamsiz birinchi marta o'zim mustaqil ish qilyapman. Hali ham iynam oldimda. Iynamning yordami juda ko'p tegayapti, dastak bo'layapti. Kechagi janjallar. Otamsiz shunchalik qiynalyapman. Agar otam bo'lganda hech qanday janjal ham bo'lmasdi. Baribir ota, ona nima ekan? Bolaga qalqon ekanda. Ota, ona bo'lsa bolaga hech kim gapira olmas ekan. Men otamning davrida o'ynab yurgan ekanman-da. O'ynab kulib, otamga ishonib, shu nima qilib yurgan ekanman, erkinsirab yurgan ekanman. Hozir qiynalyapman. Ich-ichimdan otamsiz shunchalik qiynalyapman. Mana usta ishlatishim nima desam ekan. Mana kecha qo'shnim nima qilyapti? Sen yaxshi ayol bo'lsang, 5 ta erkakning ichida, ustalarning ichida sen turasanmi dedi. Mana shu gap shunchalik og'ir botdi. Bir men emas, boshqa ayollar ham yolg'iz ayollar, boshida eri yo'q, eri o'lgan ayollar bor, eridan ajrashgan. Bu ayb emas, lekin mana shular ham o'zining kuchi bilan boshqaryapti. Oldida enasi kimidir bo'ladi. Boshqaryapti-da. Keyin mana shu hayotda o'zi chiroyli qilib sassiq gapni o'ziga ergashtirmasdan, qiynalsa ham egilmasdan, otdan tushsa ham egardan tushmaydigan ayollar sifatidan menam. Lekin mana shularga ham bizga ham ko'rolmay gap tuhmat qiladiganlar bor ekan. Ularning Xudojon Alloh jazosini bersin. Bollari bor. Hozir bollari kichkina bo'lgan bilan 5-6 yildan keyin kattagina bo'lib boshiga asta tushaveradi. Manaki otam yo'q bo'lgani uchun boshimda mana shu sassiq gapni eshitib oldim, lekin og'ir botdi. Insofni o'ziga bersin hammani. Shunda ham o'zimni qo'lga olib, sinmaslikka harakat qilib degan deberadi. Miyasi qisqalar, aqli qisqalar, miyasi aqli qisqa bo'ladi-ku. Har qanday gapni gapiraveradi, ko'cha ko'rmagan, davra ko'rmagan nimalar gapiraveradi. Eshak miya deydi, undaylardi. Lekin bizlar Allohga shukr, manaki ota-onamizga sassiq gap tegdirmasdan mana shu darajaga yetyapmiz. Bizning ham akalarimiz bor. Endi ularning ham nimasi bor, oilasi bor. Shularga qiyin bo'lmasin deb mana shuncha xarajat, ish qilib, qiynalsam ham, charchasam ham harakat qilyapman.